16-cı məsuliyyətçanlıq. Abdori Doktor Erkin Sıdıq. Topni özünüz götürüp mağmısınız, komanda əzalarını yetəkləb mağalmaysız. Yaxşı liderlər məsuliyyətinin kimdə və nədə ikənligini obdan biladi. Ular ata-anasının, eri yoki ayolының, farzandlarining, hökumətinin, başlığının və xizmətdaşlarının məsuliyyəti bilan köp hesablaşmay, öz məsuliyyətinin nima ekanligini to'liq tushungan bo'ladi. Ular turmush oldiga tashlagan ahvollardan o'zini elib qochmay, ularga dadillik bilan jang e'lon qilib, kuchining bericha o'z mas'uliyatini ado qiladi. Ular uchun shu narsa ayonki, aniqki ular faqat o'z mas'uliyatini ado qila oladiganligini qo'l ostidagilarga isbotlagandilar, ondan qo'l ostidagilarga yetakchilik qilish fursatini qo'lga keltira oladi. O'z mas'uliyatini ado qiladigan kishilar tuvandagidek xarakterlarga ega bo'ladi. Birinchi, ular ishning o'tisidan chiqadi. Ma'lum bir ilmiy tekshirishda siz nima uchun kuniga 12 soatdan 14 soatgacha ishlaysiz deb so'ralganda 1 millioner mundaq deb javob bergan. Men cho'ng bir shirkatda 15 yil ishlagandan keyin shuni tushunib yetdimki, bizning jamiyatda biz har kuni 8 soat ishlab erishadiganimiz o'zimizni saqlab qolishli bo'ladi. Ya'ni, agar siz kuniga 8 soat ishlasangiz, sizning erishadiganingiz o'zingizni saqlab qolishli bo'ladi. Aşu 8 saatning sirtida qiladiganingiz sizning kelgusingiz uchun silingan mablag' bo'lib hisoblanadi. Bir odamning eng oz tirishchanlik bilan eng zo'r muvaffaqiyatlarga erisha olishi mumkin emas. Qilgan ishini vujudga chiqara oladigan kishilarning hammasi o'zining xususiy shirkati bor bo'lib, o'z shirkati uchun ishlaydigan kishilarniki bilan o'xshash pozitsiyaga ega bo'ladi. Agar siz imkon qadar ko'proq natija qozonib, o'zingizning agash kuchlaringizning ishonchisiga erishmoqchi bo'ladigansiz, sizda mana shunday ro'yi holat bo'lishi kerak. Ikkinchi, ular ishni talabdan yuqoriroq qiladi. Mas'uliyatchan kishilar hargizmi "u mening ishim emas" deb o'ylamaydi. Ular qanday badal to'lashdan qat'iy nazar o'z tashkiloti ehtiyojli bo'lgan ishlarning hammasini o'z ishidek qilib tamomlaydi. Agar siz muvaffaqiyatli bo'lishni istaydigansiz, tashkilotni o'z manfaatingizning oldiga qo'yish ro'yiga ega bo'lishingiz kerak. Uchinchi, ular har vaqt namunlikni istaydi. Namuna bo'lish istiki odamni ilhomlantiradigan kuchli qo'zg'atquchi kuch. Namunlikni istaydigan va uningga erishish uchun qattiq tirishadigan kishilarning hammasi davomli mas'uliyatchan keladi. Hamda ular o'zining barligini umum uchun taqdim qilganda cho'ng rohatga chiqqandek his qiladi. Muvaffaqiyat mutaxassisi Jim Rohn mundaq deydi: "Ro'yi besim o'zingiz qila oladigan ishlarni to'liq qila olmasdan kelib chiqadi. Hamma ishni yuqori sifat bilan qilishni o'zingiz uchun bir nishon qiling. Shunday qilsangiz, mas'uliyatchanlik sizga tabiiy holda ato bo'ladi." To'rtinchi, ular har qanday ahvol ostida natija yaratadi. Bir mas'uliyatchan odamning eng oliy sifati uning boshlagan ishni oxirigacha davomlashtirish iqtidoridan iborat. Agar siz boshqalarni yetaklamoqchi bo'ladigansiz, cho'qim natija yaratishingiz kerak.